Sizga 1 million dollar berishadi agar 40 kun shu yerda yashasangiz. Lekin shu joyda dunyodagi eng yolg'iz mayoq chirog'i. Ular sizga 1 million dollar to'laydi agar shu joyda 40 kun qolsangiz. Bu dunyodagi eng izolyatsiyalangan mayoq. Hech qanday elektr yo'q, telefon to'lqinlari ham yo'q. Hatto elektr uskunalarini ham olib kirish mumkin emas. Kelganingizda esa manzara hayratlanarli. Atrofda faqat okean, xona kichik va oddiy, lekin yashash uchun kerakli hamma narsa bor. Sizga baliq tutqich berishadi. Xohlagan vaqtingizda yangi baliq ovlashingiz mumkin. Ba'zida yovvoyi tullaylar ham suzib o'tishadi. Biroq kechasi sovuq kuchli bo'ladi. Shuning uchun qalin kiyim olib keling. Uyqudan xavotirlanmang. Issiq ko'rpalar tayyor, oziq-ovqat zaxirasi yetarli. Lekin sinovning eng qiyin qismi tinglovchi sukunat. Faqat siz, yo'ldoshingiz, faqat to'lqinlar tovushi. Aksariyat odamlar 10-kuniyoq taslim bo'lishadi. Ularni buzadigan narsa sovuq emas, ochlik emas, balki mutlaq yolg'izlik. $1 million juda katta mablag'. Endi savol, siz 40 kunlik chuqur izolyatsiyada chiday olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu faqat ma'lumot edi. Telefon qilib, men boraman deyishga hojat yo'q.